Hop, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, salomatmisizlar, tuzukmisizlar? Yana sharbatni maqtaydi bu odam deb turibsizlarmi? Yo'q, bugun mana nondan bilasizlar. Samarqand, Buxoroni yaxshi odamlari doim kelsa shu Samarqand, Buxoroni eslatadigan nonlardan ko'tarib kelishadi. Bugun Farhodjon do'stimiz kelganlar. Bugün online ko'rishdik. Ungacha online ko'rishaydik. Bugun offline deydimi? Offline ko'rishdik. Buxorodan siz, G'ijduvondan. G'ijduvonni eng o'sha Buxoroni zo'rlari G'ijduvonda yashaydi shekilli. G'ijduvon shashlik nomi chiqqan keyin biz Navoiy bilan ishlagan paytimizda Navoiy Ozodni G'ijduvonlik yigitlar ko'p edi, firmachilar. Ukamizning ismlari Nodirbek. Assalomu alaykum. Bu kishi ham Facebookdoshlar. Efir qilishimni asosiy sababim shu Nodirbek bo'ladilar. Nodirbek o'zlari eslatdilar. Men bu kishini ko'rmagandim, lekin Farhodjon yozgandilar. Bir do'stim tuzaldi. Kim siz ham yozgandingiz? Men esinglarda bo'lsa, o'shim arabiy qo'chqor, ya'ni sahroda yurgan qora qo'chqorni dumbasi Grijaga davoligi to'g'risida hadislar bilan post qo'ygan. Shunday. Buni Farhodjon o'qib, mana shu do'stlari Nodirbek shu Grija bilan qiynalayotganlari, bel grijasi bilan qiynalayotganlarini aytib post ko'rsatganlar. Keyin nima bo'lgan o'zingiz ayting. Necha yil grijangiz? Grijam o'zi avvalambor assalomu alaykum. Shu foydamiz tegsin deb shu videoni olyaptilar. Inshaalloh manfaatli bo'lsin. 2013-yildan beri grija diskim bor. Tashxis 9-10 mm 4-5 umurtqada deyilgan. Qarib 10 yildan beri qilmagan muolajam qolmagan. Doktorlik ham, tabiblik ham hammasini qilib ko'rdik. Shu siz qo'ygan postni Farhod aka tashab berdilar. Haqiqatdan sahih hadislikka ixlos qilib, o'zim Buxorodaman, cho'lda yurgan shu arabi, bizda arabi deydi, arabi qo'chqorni dumlik qo'yni. Cho'lda yurgan qop-qora, xuddi hadisga muvofiq qop-qora yosh qo'chqorni olib keldik. Dadam olib keldilar, so'yib Buxoroni cho'lidan. Buxoroni cho'lidan. O'zimizdan Buxoroni cho'lidan olib keldilar. Ixlos xalos deyshadi, haqiqiy hadisga ixlos qilib, qo'yni go'shtini so'yib, og'aynilar o'tirib yedik-ku, yog'ini xuddi o'shanday 3 kun ichdim. Dumbasini eritib. Qancha chiqarkan shu dumba? Biza olgan qo'chqorga 750 gram yog', 750 gram dumba chiqdi. Shunda 250 gramdan ichdim bir kunda. Shuna ixlos bilan ichdimki, ertalab nahorda ichyapman. Belimda issiqlik paydo bo'lganini his qildim. 3 kun ichdim. 3 kundan keyin mana hozir 2 yildan oshdi menimcha. Tekshirtirdingizmi? Yo'q, tekshirtirmadim. Umuman og'riq yo'q o'shandan keyin. Og'ir ish qilamanmi? Masalan, kun bo'yi tik oyoqda yuraymanmi? Girjadis bo'lganlar biladi, o'zi 9-10 mm bu juda katta degani-da. Mana alhamdulillah zo'r, Xudoga shukr. Umuman og'riq yo'q. Azizlar, mana shu yana bir bor o'sha postni izohda ilova qilib qoldiraman. O'qib turib, yaqinlaringizga tarqatib qo'yinglar. Chunki birinchidan ixlos qilib, Allohdan so'rab mana shu muolajani qildilar. Mana ko'zimiz oldida tirik guvoh o'zlari mana shuni boshlaridan o'tkazib, tuzalib, hozir gapirib beradilar. Buni efir qilmasak bo'lmaydi. Har xil narsalarni efir qilamiz. Bahor keldi deb efir qilamiz, yoz bo'ldi deb efir qilamiz, narx oshdi deb efir qilamiz. Bir yaxshilik ham bormi deb boya kimdir yozgan ekan. Bir Facebookda yaxshi xabarlar ham bormi dedi. Mana endi bugun bir bo'lib qolar deb Allohdan so'rab turdik. Alloh nasib etqazdi. Buxorodan tashrif buyuribdilar. Mana shuni aytib berdilar, to'xtang dedim. Yaxshi xabar so'raganlarga aytib qo'yay, mana tuzalgan odam shundan. Biz tabib emasmiz, lekin bizga boshidan o'tkazgan ahli ilm kishi aytib berdilar. Men aytdim, shu hadislarni menga Telegramdan yuboring, men shuni post qilaman, rozi bo'lsangiz dedim. Yana bir birodarimiz Namanganda ham shu juda og'ir grija ekanlar. Mana shuni muolajani qilib, tuzalib, ketib o'zlari osh qilib chaqirdilar. Osh qilib chaqirdilar. Men ham tanimasdim bu kishini. Oxirida aytdilar, osh yeb bo'lganimizdan keyin nima munosabat bilan bu osh desak, shu
Grija bo'ldim, tuzaldim. O'sha aytib bergan kishini ham olib bordim birga. Boshlardan o'tkazgan ahlilim kishini. Endi duo qilib bering, ishlarimga bir Alloh barakot bersin. Mana rahmat sizga deb aytib qo'yay, yuzma-yuz deb chaqirdim dedilar. Shuning uchun tibbiy nabaviy juda ham bir agar uni o'qib, bilib amal qilinsa, ko'p kasalliklarga davo ekanda. Shuna. Alloh bundan keyin sog'lig'ingizni doimo yaxshi bo'lishligini nasib qilsin. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Alloh o'zi xayrli qilsin. Rahmat sizga, qadamlaringizga hasanot. Rahmat. Katta rahmat. Shunga kelgan odamlardan bir efir olib turamiz. Nimaga? Nimadir manfaat topishgan bo'lsa, mana shu biz atrofdagi maslahatlardan yo tabobatdan yo yaxshi doktordan. Chunki kimdir bitta odam bo'lsa ham shunda bir manfaatdan olsa, xuddi bir xazina topganda xursandman-da mana. Alhamdulillah shu Facebookda yurishim jarayonida hech bo'lmasa mana Nodirbekka yordam tegib tushib bo'lsa kerak. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, baraka toping. Mayli, sog' bo'ling. Sizga ham katta rahmat. Siz ham tinch yurmaysiz, doim yaxshiliklarni ulashaverasiz. Baraka topinglar, qadamingizga hasanot. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, rahmat sizlarga ham eshitganingiz uchun. Mabodo bo'lishib qo'ysanglar shu postni. İnşallah kimgadir mana shu grijadan qiynalayotganlar bo'lsa, inshaalloh shifo topsa, bizni duo qilib qo'ysa bo'ldi. Yana undan tashqari huzurimizga kelib rahmat deb aytamiz deysa, mana sharbatlarni xilma-xilidan mehmon qilib, yana ham xursand qilib jo'natamiz. Sog'liqlariga yana ham immunitetlarini ko'tarib. Yana bir tanishtirib keting endi. Xo'p, bu mana bu sabzi. Mehmonlarga ataylab oz-ozdan beramizki, men kelgunimcha o'zi mana yarim litrdan ichib qo'yishibdi. Sal kech qolganim bu. Mana bu sabzi, bu ham immunitetga yaxshi, ichaklarni tozalagani yaxshi, oshqozon ichagini tozalagani. Xo'p, mana buni qarang, bu olma. Bu tepasidagi ko'pigi nima desangiz, bu tayyor kislorodni oshqozonga tushib, paqqillab yorilib beradi. Oshqozonda kislorod taqchilligi bo'lmaydi. Kokteyl shunaqa sotilardi. Bu o'zi tagida tiniq suvi cho'kib qoladi, tepasi mana ularni o'sha kislorod ko'payadi. 100% yog'ni olsa, 100%, bu yana mana 100% sabzi. Ichib ko'ringchi, sabziga o'xshaydi bu. Uyda nazarimiz ilmaydi sabzi. Yaxshimi? Mana bu olma. Endi mana bu bananli kokteylimiz. Buni ham tarkibida hech qanaqangi ximikat yo'q. Sut bor, muz qaymoq bor, o'sha sutdan qilingan qaymoqli marojna deydi. Bu qalay? Bu ham yaxshi, ha? ko'zlaridan yosh chiqib ketgan shakarliman kiyimlar. Shakar emasda. Qaymoqni ichida. Yo'q, baribir ham. Bu baribir haligi men ozgina shirinlik yeb qo'ysam kasal bo'laman desangiz kasal bo'laverasiz. Xo'p, mana bu endi kuyov kokteyl deb nomlaymiz. Buni ichida mayiz bor, yong'oq bor, yong'oq sahrga dori. Yong'oq bor, yana xurmo bor, ish qilib, keyin kishmish bor. Buni katta o'g'lingiz Toshkentda bergandir, Sobirjon. Sobirjon anaqasi. Ajrada. Shu. Endi mana bu iced tea, bu ham choy, bu ham hech qanaqangi bir nimasiz. Buni qo'yib bo'lmasa ekan. Yo'q, buni qaytib qo'yib bo'lmasa ekan. Shakar bo'lsa ham mayli. Nodirbek qani marhamat, siz ham totinglar, bemalol bo'ldi, sog'liq tamom. Hozircha endi efirimiz, bugungi efirimiz hozircha tugadi. Mehmonlarni haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Biz ham sizlarning haqqingizga duo qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.